Do'stni do'stdagi haqlari. Birinchisi, bu musulmondagi haqqi desak ham adashmaymiz, salom berishlik. Qachon uchrashsa musulmon odam biri ikkinchisiga salom beradi. Sahobalar shunaqa bo'lishganki, birga ketishayotib yo'lda o'rtada bir daraxtmada bir narsa chiqib qolsa, shunday ajralib turib, yana uchrashsa orqasidan o'tib, yana assalomu alaykum deyishavergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan keltirgan hadisda aytadilar, Abu Hurayradan: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Jannatga kirmaysizlar iymonli bo'lmaguninglarcha. "Va la tu'minu hatta tahabbu." Iymonli bo'lmaysizlar bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglarcha. "Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Endi sizlarga bir ishni o'rgataymi? Bir ishga sizlarni dalolat qilaymi? Shuni qilsanglar, bir-biringlarga muhabbatli bo'lasizlar. Afshus salama baynakum. Oralaringizda salomni fosh qilinglar. Assalomu alaykum deyishlik o'rtamizda muhabbatga sabab bo'ladi. Muhabbat iymonli bo'lishimizga sabab bo'ladi. Iymonli bo'lishimiz salom berish bilan ham jannatga kirsa bo'lar ekan-a? Qalaysanmi?